siz tanlayotgan odamingiz sizni darajangizda bo'lishi kerak yoki undan balandroq bo'lishi kerak. Masalan, aytishadi-da, mendan ham yaqinda taksiga chiqdim, aytayapti. Siz qarang deyapti. Endi gaplaridan sezyapman nimadirlarni, lekin aytayaptilar, tipa aytayapti. Siz mana masalan hozir darajangiz aytaylik, ustoz ekansiz. Endi men ustoz deyman-da, endi o'zimni hali ham dars beraman, boshqa deyman, ustozman deyman. U aytayapti, siz qarang, ustoz ekansiz deyapti. O'qimagan. Ot mana taksist o'zini aytayaptilar-da endi. Taksist bola bo'lsa, ya'ni lekin harakatchan rosa ham bola bo'lsa, siz anaqa qilgan bo'larmidingiz deyapti-da. Endi men aytyapman, что bilmadim, nasib bo'lishi mumkin deb aytyapman, lekin javobim ichki taraflama yo'q. Nimaga? Bu qarang, bu yerda hozir anu tabaqalantirish emas umuman. Shunchaki, masalan, men o'zimni bosib o'tgan yo'limni bilaman, o'sha yo'lga nima desa bo'ladi, anu yana noldan chiqishni men xohlamayman-da, bundoq qarasa. Bu narsa menimcha hammani o'zini xohishi, hammani o'zini, endi standart desam g'alati bo'ladi, lekin umumiy olganda hammani o'zini xohishi, shaxsiy standartimda. Ya'ni men o'zim yana noldan ko'tarilishni xohlamayman, chunki men уже noldan qanchadir darajaga baribir chiqdim. Bu narsaga baribir oson bo'lmadi chiqqanim. Nima desa bo'ladi? Ochig'ini aytadigan bo'lsam, yana shu narsani qaytib aniq qilishni xohlaysizmi desangiz, yo'q. Men yo'q degan bo'lardim. Men yana ham dalsha ketmoqchiman bundan. Noldan ko'tarilayotgan odamni baribir siz anaqa qilishingiz sizni qanchadir ma'noda baribir chalg'itadi deb o'ylayman. Har ikkala taraf uchun. Har ikkala taraf uchun og'ir bo'ladi. Men o'ylayman, bu savollar